Ketdi magazinga chiqib kelaylik. O'rtog'im ham olsam bo'ladimi? Bo'ladi, bo'la qol. 5 kilo lahm go'sht aka, indiyga, qazi, kolbasa, kanu. Ruletga bor-ku, o'sha go'shtdan bering. Vuydali. Qaysi biri edi? Yashiladi. O'rtoq, bugun yilida kimdir tug'ilgan kunimi? Yo'q, tug'ilgan kun emas. Aldama. Ketdik. Yo, mehmon keladimi? Yo'q, kelmaydi. Salatlarga o'taylik. 1 kilo murskoy kapris, 1 kilo olivye bera qoling. O'rtoq, aldavasana. Real deyman, Ali. Nima deb aldotdi? Amaki, hech bo'lmasa siz to'g'risini ayting. Uylarga ko'p mehmon kelyaptimi? Yo kimdir tug'ilgan kunimi? Nima unaqa deyapsan? Bunaqa bozorliklar oddiy kunda qilinmaydi-ku. Kimdir tug'ilgan kuni bo'lsa, yo mehmon kelsa qilinadi-ku. O'zingiz ham bilasiz-ku. Hamma mana aldotdi. Masalan, mana siz o'tgan salatni men faqat tug'ilgan kunlarda yeyman. Amaki, to'g'risini ayting. Bugun mehmon kutyapsizlar.